Ramazon oyida Siyrat turkumimiz 40 milliondan ortiq tomoshabin to'plagach, endi butunlay yangi safarga otlanmoqdamiz. Inshaalloh kelgusi Ramazonda ulug' payg'ambarlarimiz hayotiga bag'ishlangan yangi loyihamizni taqdim etamiz. Muso alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Yunus alayhissalomlar va yana ko'plab boshqa anbiyolar. Towards Eternity jamoasi sifatida ularning ta'sirli qissalarini sun'iy intellekt yordamida qayta jonlantirib e'tiboringizga havola qilamiz. Toki siz va oilangiz yuqori sifatli ushbu mahsulotimiz orqali buyuk payg'ambarlarimizning hayot yo'lidan chuqur ta'sir oling. Biroq bunday ko'lamli loyihani yaratish katta xarajatlarni, sun'iy intellekt dasturlari, professional ovoz va sifatli jihozlarni talab qiladi. Afsuski, bu xarajatlarni o'z kuchimiz bilangina qoplay olmaymiz. Bu ezgu ishni faqat sizning yordamingiz bilangina oxiriga yetkaza olamiz. Jamoamiz loyihaning umumiy qiymatini $25 dan qilib hissali urishlarga bo'ldi. Shu tariqa imkoniyatingizdan kelib chiqib inshaalloh ushbu loyihaga bir yoki bir nechta ulush bilan homiylik qilishingiz mumkin. Savobli ishga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, Towards Eternity jamoasiga xayriya qiling va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang.